Olimlar uzoq yillardan beri davosini izlayotgan, xalq orasida esa bedavo dard deya nom olgan xastalik bu saraton. Saraton aslida juda umumiy nom. Uning bir qancha turlari mavjud. Qayerda, qanday lokalizatsiyada joylashganiga qarab, ular bir-biridan tubdan farq qiladi. Biz oddiy odamlar bu kasallikning oldini olish uchun nimalarni bilishimiz va qanday yashashimiz kerak? Bugun shu haqda gaplashamiz. Buning uchun studiyamizga respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi va tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi ko'p tarmoqli klinikasining yetakchi mutaxassislarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Marhamat, joyingizga kelsangiz bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari onkolog mutaxassislar. Ular bilan tanishing. Saydrahim Luqmonov, tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor proktolog. Anvar To'ychiyev, tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor onkolog. Ismatullo Ro'ziyev, oliy toifali shifokor proktolog. Adhamjon Yusupov, shifokor onkolog proktolog. Abbos Majidov, oliy toifali shifokor proktolog. Eslatib o'taman, siz O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz. Bizda telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Marhamat, o'z savollaringiz bilan bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsiz studiyamizda. Studiyamizga birinchi savol bilan aynan tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor onkolog, proktolog Saydrahim Luqmonovga murojaat qilaman. Saydrahim aka, aytingchi, biz saraton deganda odatda shu bir o'simta va u yon atrofga tarqaladi degan tasavvurga egamiz biz insonlar. Ammo bu bilishimcha biroz o'zgacha yuz beradi. Shu haqda batafsil ma'lumot bera olasizmi? Qanday yuzaga keladi bu xastalik? Bilasizmi, saraton kasalligi, umuman saraton hujayralari bizning organizmimizda ular begona bo'lmagan hujayralar. Bu bizning o'sha normal hujayralarimiz organizmimizdagi ma'lum bir vaqtda bizni nazoratimizdan chiqib ketgan holatda ro'y beradigan bir jarayon hisoblanadi. Ularni paydo bo'lish jarayoni juda ham bir o'zgacha. Avvalambor buni biz ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bizning organizmimizda har soatda, har bir sekundda ma'lum bir sondagi mutatsiyalar paydo bo'ladi. Bu mutatsiya degani har bir hujayramizni ichida yadrosi bo'ladi. Bu yadroning ichida DNK degan bir tushuncha bor. Bu DNKda paydo bo'ladigan mutatsiyalarni bizning immun sistemamiz har doim bartaraf qilib turadi. Ammo lekin ba'zi bir holatlarda bu mutatsiyalarni immun sistemamiz bartaraf qilishga kuchi yetmay qoladi va shu holatda saraton kasalligi paydo bo'ladi. Bu saraton kasalligi kichkina 1, 2, 3 tur, ya'ni bir ma'lum bir miqdordagi hujayralardan iborat bo'ladi bir vaqtda. Ammo vaqt o'tgan sari bu hujayralarning soni ko'payishiga ma'lum bir omillar sabab bo'ladi. Birinchi navbatda bu o'sha hujayralar o'ziga birinchi navbatda bu saraton hujayralarini xosligi shundaki, o'ziga ya'ni yangi tomirlarni chaqiradi. Buni o'sha biz ilmiy qamrab olishga harakat qiladi. Neoangiogenez deb ataymiz, ya'ni o'shanda yangi tomirlar kelib shu hujayrani oziqlantira boshlaydi. Va bu hujayra nazoratdan chiqqandan so'ng ko'paya boshlaydi. Va mana shu jarayon shunchalik davom etishi mumkinki, kimdirdadir bu bir tez bo'ladi, kimdirdir yillar kerak bo'ladi. Misol uchun mana ya'ni kimdadir bu tez rivojlanib ketadi, kimdadir esa bilinmay qolishi ham mumkin va yillar o'tibgina buni aniqlasa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu nimaga bog'liq? Nima sababdan kimdadir tez, kimdadir esa sabablari, omillari juda ham ko'p hozirgi kunda. Endi saraton kasalligi qachon mana shu jarayon, mana shu vaqt qachonki, ya'ni aytamiz o'sha xavfsiz bo'lgan o'sma, xavfli o'smaga o'tish vaqtini afsuski olimlar hali topisha olmadi. Agar topganimizda biz saraton kasalligini bu inson immun tizimi bilan ham bog'liqmi o'zi yoki yo'q? Immun sistema bilan ham bog'liq desak bo'ladi. Immun sistemaga ham bog'liq joylari bor. Lekin bu qanaqadir isbotlangan tabobatdan hali o'tmagan bu narsa. Tushunarli. Aytingchi, mana xavfsiz va xavfli deyapsiz. Xavfsizdan xavfliga o'tish jarayonini olimlar hali aniqlay olmadi deyapsiz. Ammo nima desam ekan, bu xavfli bilan o'zi xavfsizni nima farqi bor? Eng avvalo shu savolni beray, keyin davom ettiraman. Rahmat savolingiz uchun. Juda ham to'g'ri savol bo'ldi. Xavfsiz o'smani birinchi navbatda xavfli o'smadan farqi shundan iboratki, xavfsiz o'sma bizlarni normal hujayralarimizga o'xshagan hujayralardan tashkil topgan bir
o'sma bo'ladi va bu o'sma hech qachon yondagi to'qimalarini strukturasi va funksiyasini buzilishiga olib kelmaydi. Bu birinchi farqi. Buni biz o'sha tibbiy tilda invaziya deb ataymiz. Ya'ni xavfli o'smalar yonidagi struktura va organlarga kirib, ichini funksiyasi va anatomiyasini buzib, bunaqa holatda invaziya beradi. Ikkinchi farqi shundan iboratki, xavfsiz o'smalar bir joyda paydo bo'ladi, o'sha joyni o'zida o'sib, shu joyni o'zida qotadi. Xavfli o'smalar esa mana hozir ta'kidlab o'tganimizdek, o'ziga yangi tomirlarni jalb qiladi. Ya'ni bizni organizmimizni nazoratidan chiqqandan so'ng rivojlanishda davom etadi. O'zboshimcha deydimizku, shu o'zboshimchalik bir xususiyatini o'ziga oladi va bular tomirlar va o'sha limfa organlari bor bizning organizmimizda, shu limfa kollektorlari orqali boshqa organizmimizni joylariga borib, o'sha joyda o'rnashib, u hujayrani ham funksiyasini va strukturasini buzishga harakat qilishadi. Demak, qarang, hozir mana monitorda ko'rib turibmiz. Bu yaxshi sifatli o'simda, bu esa yomon sifatli o'simda. Qarang, o'sma. Qarang, bu qotib qolgan, to'g'rimi, rivojlanib, ya'ni ildiz otib qotib qolgan, ammo bu ham bir kun kelib rivojlanib ketishi mumkin. Shundaymi yoki bir xillarda eshitamiz, endi kimdir saratonga uchrabdi, xastalanibdi saraton bilan deymiz va shu yaxshi sifatli o'sma bilan yashab yurishadi. Ularda hech qanday bir kasallik alomatlari ko'rinmaydi ko'zga, to'g'rimi? Bundan ham xavotir olishimiz kerakmi yoki bo'lmasam shunchaki shifokor nazoratida bo'lib tursak shuni o'zi yetarlimi? Ya'ni buning unchalik xavfi yo'qmi? Nima deya olasiz? Bilasizmi, xavfsiz o'smalarning turi juda ham ko'p. Mana yog'on ichak organizmimizdagi shu yog'on ichak organimizga keladigan bo'lsak, biza xavfsiz o'smalarni yog'on ichakdagi bu polip deb ataymiz. Poliplar aslida yillar davomida davom etadi va yillar davomida polip paydo bo'ladi va polip bu o'smaga o'tish davrini biz o'sha transformatsiya deymiz, malignizatsiya deb ataymiz. Ya'ni xavfli o'smaga o'tish jarayoni bu juda ham sekin bo'ladigan jarayon. Va agar kolonoskopiya qilib vaqtida polipni olib tashlasa, bu hech qachon o'sma bo'lmaydi, ya'ni rak, o'sha saraton kasalligi o'tmaydi. Yoki bo'lmasa mana oddiy xol, o'sha rodinka deymiz, mana shu xol ham hammasi melanomaga aylanmaydi. Ya'ni melanoma bu teri saratoni kasalligidan bir turi. Ya'ni bu yerda individual yondashish kerak. Ya'ni bunaqa holatda bizning tavsiyamiz xalqimizga bo'ladiki, agarki sizda qanaqadir xavfsiz o'smalar bo'lsa, albatta onkolog bilan, mutaxassis bilan maslahatlashgan yaxshi bo'ladi. Ya'ni ularning katta kichikligiga qarab ham aniqlaymizmi yoki bo'lmasa kichik o'sma yoki kichik xol bo'lsa ham borib tekshirtirish kerakmi? Razmeri ham ahamiyatga ega. Misol uchun mana shu xollarda kattaroq razmeri bo'ladigan bo'lsa, albatta bu signalki onkologga yoki mana birlamchi tizimdagi muassasalarimizga onkolog shifokor yoki oilaviy shifokorga albatta murojaat qilishimiz kerak. Endi uni ham ranglari bor-da. Misol uchun shu hajmidan tashqari uni ranglariga qarab ham aniqlasa bo'ladi, to'g'rimi? Qanday rangga kirsa bu xol, bu o'sma murojaat qilish kerak tezkorlik bilan shifokorga? Xollar to'g'risida endi aytadigan bo'lsak, albatta endi ularning rangi ko'pincha mana pushti, fioletov, ya'ni pushtiroq bo'lib yoki bir qizg'ishroq bo'lib yoki bu rang o'ziga ko'proq rang olib, ya'ni o'sha qoraroq rangga aylanadigan bo'lsa, albatta bu ham bizga shu signalni beradiki, albatta shifokorga murojaat qilishimizni bildiradi. Rahmat. Yana bir savol, bugun keling endi statistik ma'lumotlarga qarasak. Statistik ma'lumotlarga ko'ra bugun ko'proq saratonning qaysi turlari, qaysi ko'rinishlari uchrayapti insonlarda? Ruxsat bersangiz, statistika ma'lumotlarini Anvar akamdan so'rasak, bular ko'proq shu mavzu bo'yicha shug'ullanadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda shu birlamchi aniqlanish jami shu O'zbekiston aholisini oladigan bo'lsak, 30 mingga yaqin birlamchi kasalliklar aniqlansa, onkologik shulardan 5 asosan dunyo bo'yicha ham shu O'zbekiston bo'yicha ham asosan 5%, ya'ni mingga yaqin bir yilda birlamchi shu ichak o'smalari aniqlanadi O'zbekistonda. Bu birlamchi degani, ya'ni yangi aniqlangan, shu masalan 1 yil davomida statistika qilinadi. Yangi aniqlangan kasalliklar bular o'sha birlamchi bo'lgan yoki filial hududlarda yo markaz tomonidan aniqlanib hisobga olinadi. Faqat asosan hisobga yomon sifatli o'smalar qilinadi. Agar oddiy xavfli o'smalargina, xavfsiz o'smalar ro'yxatga olinmaydi, kuzatuvda bo'ladi yoki bu hamkasbimiz aytgandek o'sha xavfsiz kasalliklar davolanadi. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, yana bu yerda o'sha Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti nimasida
bir tashkilot bor, uni Globokan deb atashadi. Bu Globokan tashkiloti butun dunyoda rak hujayralari, ya'ni saraton bilan og'rigan kasallarni statistika ro'yxatga olish bilan shug'ullanishadi. Va o'shalarni oxirgi ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, bizda eng ko'p tarqalgan saraton turi butun dunyo bo'yicha ayollar va erkaklarni umumiy populyatsiyada oladigan bo'lsak, bu o'pka saratoni tashkil qiladi. O'pka saratoni. Va o'pka saratoni mana oxirgi ma'lumotlarga ko'ra oxirgi bir yilda yangi holati 2,5 million odam kasallanadi bu bilan. Bu yangi holat. Ikkinchi o'rinda bu ko'krak bezi saratoni tashkil qiladi. Buni ko'rsatkichlari 2,3-2,4 million atrofida tashkil qiladi va uchinchi o'rinda mana afsuski biz shu narsani aytyapmiz, yo'g'on ichak saratoni bo'lib kelmoqda. Va yo'g'on ichak saratonini yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu saratonni o'sha mana prirost deymiz, ya'ni bularda o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. 2019-yil va 2023-yil statistikasini biz taqqoslaydigan bo'lsak, bizda 10% o'sish bo'lgan. Bu juda katta son degani. Ya'ni 2 million aholining ichida yana 200 mingta yangi qo'shildi degani. Butun planeta bo'yicha. Bu ham afsuski mana shu sohani qanchalik dolzarb ekanligini ko'rsatib beradi. Eslatib o'taman, aziz teletomoshabinlar, bugun studiyamizga onkolog, proktologlar yig'ilgan. Shuning uchun Saydrahim aka, sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchimanki, nima sababdan? Chunki bilamiz, siz ko'p yillar davomida aynan shu mavzuda ilmiy izlanishlar olib boryapsiz. Bundan tashqari chet ellarga borib o'z malakangizni oshirib kelgansiz, to'g'rimi? Bu haqda aynan xastalikning birinchi belgilari haqida ham aytsangiz va uning qaysi bosqichida desam qanchalik to'g'ri bo'ladi bilmadim, qaysi bosqichida aynan shifokorlarga murojaat qilish kerak? Ya'ni qaysi holatda inson xavotirga tushishi kerak, o'zini qanday his qilayotganda? Bilasizmi, bu yo'g'on ichak saratonida paydo bo'ladigan belgilar asosiy sababi, ya'ni 90% holatlarda bu o'sha axlatda qon paydo bo'lishi. Bu birinchi belgisi. Eng asosiy belgilardan bittasi shu. Lekin biz bir narsani bilishimiz kerak. Hammada emas, ya'ni hammada ham axlatida qon bo'lsa, u saraton degani emas. Va bu eng o'sha aytaylik asosiy belgilardan bittasi. Ikkinchi sababi bu o'sha sohada og'riq paydo bo'lishi. Ba'zi vaqtlarda qabziyat va qabziyatning orqasidan ich ketishi, almashib turishi ham bu mana shu yuqorida ta'kidlab o'tgan kasalligimizning belgilaridan bittasi hisoblanadi. Agar omillarga keladigan bo'lsak, bu omillar juda ham ko'p. Birinchi navbatda genetik mutatsiya, mana hozir sizga aytib o'tganimizdek 95% holatlarda bu kolorektal, ya'ni yo'g'on ichak saratoni, albatta bu sporadik, ya'ni внезапный deydimiz, ya'ni o'zidan o'zi kutilmaganda paydo bo'lgan saraton hisoblanadi va buni sababi poliplar. Va 5% holatlarda bu nasliy, ya'ni irsiy kasallikni hisobiga kiradi. Avloddan avlodga o'tadi va bularni biz tibbiyotda aniqlab chiqilgan olimlar tomonidan bu kasalliklar juda ham ko'p. Mana aytamiz, o'sha Linch sindromlari, oilaviy adenomatoz polipozlar, Petsi-Yegersiz sindromlari va shunga o'xshagan sindromlar va kasallar ko'pi bu to'g'risida ham ma'lumotga ega bo'lishadi. Va yana bu yerda bitta omilni men ta'kidlab o'tmoqchiman, ruxsat bersangiz. Bizda shunaqa narsa borki, ichaklarning yallig'lanish kasalliklari degan kasalliklar ham bor. Bularni biz o'sha predrakoviy saratondan oldingi kasalliklar deb ataymiz va bular Kron kasalligi, nospesifik yarali kolitlar to'g'risida agar ruxsat bersangiz, buni o'sha hamkasbimizdan so'rasak, chunki bular bu kasallik bo'yicha ko'proq shug'ullanadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, eshitamiz sizdan. Yo'g'on ichakda yallig'lanish kasalligi bu yarali kolit kasalligi. Yo'g'on ichak shilliq qavatida paydo bo'lib, asosan o'sha to'g'ri ichakdan boshlanib, butun yo'g'on ichakni qamrab oladigan kasallik hisoblanadi. Unda Saydrahim aytganday, bu kasallik bilan bemorlarimiz butun dunyoda bunaqa kasallik bilan bemorlar dolzarb muammo hisoblanadi. Sababi kasallikning ilk belgilari bemorda o'sha axlatida xuddi onkologik kasallikda bo'lgani kabi qon aralash ichini kelishi, shilliq yering aralash kelishi va bemorimizda eng kamida bir kunda 4 martagacha ichini kelishi. Shunaqangi og'ir holatlarda 15-20 martagacha ich kelishi kuzatiladi. Bunaqa holatda ko'p bemorlarimiz o'sha ichakda infeksion kasallik deb o'ylab, noto'g'ri o'z vaqtida diagnoz qo'yilmaganligi, tashxis qo'yilmaganligi sababli bemorlar
judayam bizga yengil qarashadi yani. yengil qarashadi va kech murojaat qilib kelishadi. Shu sababli bu kasallik ertaga og'ir asoratlari hisobiga operativ davo, ya'ni nogironlikka olib keladigan darajagacha borish mumkin bo'ladida. Shuning uchun ham biz doim kasallarimizga tavsiya qilamizki, mana shu chekka viloyatlarda, boshqalarda imkoniyat darajasida bemorlarda mana shunaqa holat kuzatilsa, darrov vrachga borib, murojaat qilib, to'g'ri diagnostika o'tkazish, ya'ni mana shu xuddi yo'g'on-ichak o'sma kasalliklarini erta davrlarda aniqlaganligi kabi, agar mana shu yo'g'on-ichak yallig'lanish kasalliklarini ham o'z vaqtida aniqlasa, o'sha kolonoskopiya tekshiruvi vaqtida o'tkazilsa, vaqtida to'g'ri diagnoz qo'yib, to'g'ri davolansa, ertaga mana shunaqa onkologik kasalliklarga olib kelinmaydi. Bizda kasallik ham o'sha to'g'ri ichakdagi, yo'g'on ichakdagi yillar davomida davom etgan yallig'lanish natijasida o'sma kasalliklariga olib kelish ehtimoli bor. Demak, ko'p bemorlar aynan shunday vaziyatlarda infeksion kasallik bilan xastalandimda, ularga maxsus shifokorlarga murojaat qilishadi. Demak, biz aytishimiz mumkinki, shunday vaziyatlarda bu shifokorlar aynan sizlarga yo'naltirish kerak o'z vaqtida. Xuddi shunda ular infeksion kasalliklar shifoxonasida ham ular ham davolab harakat qilib ko'rishadi, boshqa bo'ladi, lekin bemorlarda bizda yo'g'on ichakdagi yallig'lanish kasalliklarini o'zini asosiy xususiyatlari, o'zini davolash taktikasi borligi sababli o'tkazilgan infeksion kasalliklarga qarshi o'tkazilgan davolar foydasiz bo'ladi. Shu sababli bemorlar juda ham kech murojaat qilib, har xil asoratlar, juda nima deydi, orqaga qaytarib bo'lmaydigan asoratlar bor. Bizda qon ketishi, ichak teshilishi, shoshilinch operatsiyaga olib keladigan holatlar bor. Bu kasallik nogironlikka olib boradigan ijtimoiy kasallik hisoblanadi. Shuning uchun biz har bitta kasallarga aytamizki, o'z vaqtida o'sha vrachga murojaat qilib, o'zlaricha ichni to'xtatadigan dorilar ichishadi, antibiotiklar iste'mol qilishadi. Shu vrachga borgungacha bo'lgan ko'p o'sha vaqt oradagi tashxislarni qo'yishadi. Tashxis qo'yilib, o'zlari tashxis qo'yib, noto'g'ri davolanganligi sababli vaqt yutqiziladi. Bizga kelganda o'sha ancha asoratlar, o'sha kurashishimiz qiyinroq bo'lib qoladi. Shuni ta'kidlaymizki, o'z vaqtida agar murojaat qilishsa, to'g'ri tashxis qo'yilsa, to'g'ri davo natijasi vaqtida boshlansa, mana shunaqa asoratlarga olib kelmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shunaqa yo'g'on-ichak o'sma kasalliklari ham kuzatilmaydi. Rahmat. Xasta bo'lmang dasturi jonli efirda davom etadi azizlar. Eslatib o'taman, ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollar yo'llasangiz bo'ladi bizga va Telegramda ham chat botimiz bor, xasta bo'lmang va u yerga ham savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Biz esa hozirda aynan studiyamizga bugun kelgan mutaxassislar qo'lida ular sababli shifo topayotgan bemorlarni ham studiyamizga taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Aytingchi, qanday xastaliklar bilan murojaat qilgansiz? Aynan o'zingizda qanday belgilarni sezib shifokorlarga murojaat qilishga qaror qilgansiz? Assalomu alaykum. Mikrofonni yaqinroq ushlasangiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin o'rtoqlar. Meni tarixim juda nima deydi, oson degandek. Men dardsiz kelganman shifokorlarning oldiga. Chunki ko'p odamni ko'rdim dard bilan kelib murojaat qilganlarini. Lekin dardsiz ham borib tekshiruvdan o'tish kerak ekan. Siz shunchaki tekshiruvga borgansiz, ya'ni. Shunday desa ham bo'ladi. Lekin baribir menda tekshiruvdan keyin analizda shunday ko'rsatdiki, mana shunaqangi kasallik bor ekan. Rahmat mana shifokorlarimizga darrov oldini olib, tushuntirib, hamma yo'lda oldini oldikda, mana hozir operatsiyadan 2 kun bo'ldi. Operatsiyadan больницаdan 2 kun bo'ldi chiqqanimga. Endi aniqlik kiritsak, to'g'ri aytyapsiz, hech qanday shikoyatlarsiz keldim deyapsiz, ammo aynan qanday xastalikka? Sababi. Yo'q, baribir ozgina, конечно, nima, dardsiz, qonash, hojat qilganda qonash paydo bo'ldi. Ozgina uzoqroq payt bo'lib qolgan, почти 1 yilga. Endi men o'ylovdim boshqa narsadan. Oxiri baribir shunga bo'ldi. O'shaning uchun men tavsiya qilardim biz odamlar, O'zbekiston xalqiga vaqtida murojaat qilish kerak ekan, uyalmasdan, nima bo'lsa borib, ana hozir shunaqangi zamonaviy analiz
qiladigan narsalar bor. Shifokorlar ham juda malakali bugungi kunda. Ha, shifokorlarga gap yo'q endi. Lekin o'sha uslublar ham hozir yangi shunaqa qilinganki, Texnologiyalar rivojlangan. birpasda uni aniqlab, birpasda diagnoz qo'yib qarorga kelishadi. Saidrahim aka qo'shimcha Bu qilasiz? yerda man qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, haqiqatdan mana bular bizga murojaat qilib kelganlarda mana sразу aytaman, bular haqiqatdan kasallikdan qutuldilar. Bular o'sha saraton kasalligini g'alaba qozongan kasallardan kasal emas, nima deydi, insonlardan bittasi desak ham bo'ladi. Va bularda haqiqatdan ham biz kolonoskopiya tekshiruvida biz shu kasallikni aniqladik va bularga belgi bergan haqiqatdan ham o'sha qon ketishi bo'lgan. Va kolonoskopiyada biz aniqlab o'sha o'sma sohasidan to'qima olib biopsiya qilib saraton kasalligini aniqladik va jahon protokollariga asoslanib birinchi etapda operativ yo'lni taklif qilib mana operatsiyadan muvaffaqiyatli o'tib oldilar va gistologik natijada ham man esimda turibdi, bularda o'sha ximioterapiya kerak emas. Shu yana biz bitta narsani ta'kidlab aytishimiz kerakki, 50 yoshga kirgan har bir inson profilaktik nuqtai nazardan kolonoskopiyani o'tishi juda ham muhim narsalardan bittasi. Bizani respublikamizda davlat dasturiga kirgan skrining programmalari bor. Endi bular to'g'risida Anvar akam keyinchalik yana to'xtab o'tadilar. Endi hozir bularni nima qilmasdan. O'shalardan bittasi mana hozirgi kunda shunaqa jarayonda bo'lyapti, hali davlat dasturiga kirmadi. Kolonoskopiya, ya'ni kolorektal saratonini skrining programmasini ham davlat dasturiga kiritish chora-tadbirlari bo'yicha ko'p ishlar olib borilmoqda hozirgi kunlarda. Men o'ylayman, agar har bir inson 50 yoshga kirgandan keyin o'zida kolonoskopiya qilib borsa, bu kasallikni qancha erta biz aniqlasak, kasallikdan tuzalish ko'rsatkichi juda ham baland bo'ladi. Bir xil ko'rsatkichlar 90% bo'ladi. Ya'ni 10 dan 9 ta kasallikdan tuzalib ketadi. Bo'ladimi? O'sha qanchalik qanday jarayon bilan? Bilasizmi, 50 yoshga kirgandan keyin butun mana jahon olimlari shu narsani tavsiya qiladiki, belgi bersa bermasa har bir inson ma'lum bir tekshiruvlardan o'tishi kerak. Erkaklar ichida eng ko'p tarqagan kasalliklar bu o'pka saratoni va yog'on ichak saratoni bo'lgani uchun biz har bir insonga 50 yoshga kirganga o'pkasini o'sha rengen, хотя бы mana oddiygina rengengrafiya qilishni tavsiya qilamiz va erkaklarda kolonoskopiyani taklif qilamiz. Chunki kolonoskopiya nima uchun? Polip vaqtida ko'rib olinib tashlansa, mana shu polip ertaga saratonga aylanmaydi. Bo'ldi, bu inson saraton bo'lmaydi. Lekin degan joyi bor. Bu polip yana boshqa joyda yana paydo bo'lishi mumkin. O'sha uchun har yili bir marta o'tib turishni biz tavsiya qilamiz. Demak, moyillik bo'lsa, har yili bir marotaba borib, albatta tekshiruvdan o'tish kerak. Aziz teletomoshabinlar, menimcha siz hozir shifokorimiz tavsiyalarini eshitdingiz. Ya'ni kim 50 yoshdan o'tdingizmi, demak, albatta borib tekshiruvlardan o'tishingiz juda muhim. Bu o'zingiz uchun foyda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Siz ham albatta o'z xastalik jarayoni, ya'ni qanday xastalikka uchradingiz, shular haqida va qanday yengib o'tdingiz yoki yengib o'tyapsiz, shular haqida ma'lumot bersangiz. Ассаламу алейкум. Здравствуйте всем. Я бы тоже хотела поделиться своей историей болезни. Мне 56 лет. И Lekin yoshroq ko'rinar ekansiz. спасибо большое. Да, и в современном ритме жизни мы, к сожалению, забываем о том, что нужно следить за своим здоровьем. И я тоже обнаружила уже признаки своей болезни, к сожалению, ну, не сказать, что на поздней стадии, но на второй стадии, когда увидела кровь в кале. Сразу обратилась к врачам, прошла колоноскопию. А вам было сколько? Yoshingiz nechida bo'lgan? 56, да, yani прямо на день рождения. Да. На свой Yodingiz день qolib рождения, qo'ygan. да, я получила результат в лаборатории о том, что у меня аденокарцинома. И потом, конечно, состояние было депрессивное, упадническое. Я была очень растеряна, но знала, что нужно как можно скорее предпринимать что-то, потому что рак, его затягивать нельзя. Может, до этого тоже у вас были какие-то признаки? Ну, не зря говорят, что рак тихий убийца. Особых признаков я не замечала. Жила полнокровной такой своей жизнью, чувствовала себя очень хорошо. Но вот, к сожалению, увидев кровь в кале, я уже тогда поняла, что это очень серьезно. И стал вопрос о том, как найти хорошего специалиста. Слава Богу, нашла
своего лечащего хирурга, оперирующего хирурга Саидрахима Надировича, который выступил прям как психотерапевт. Он успокоил меня, уверил, что все будет хорошо, что мы победим эту коварную болезнь, что еще не все потеряно, и сразу предложил оперативное вмешательство. Bu juda chiroyli yakun aslida. To'g'ri shifokorga murojaat qilish ham haqiqatan ham juda muhim. Ya'ni o'z shifokoringizni topsangiz, davo jarayoni ham, ya'ni davolanish imkoniyatlari ham, foizlari ham oshadi. Bu jonga ham murojaat qilsak endi. Endi aytib turibman, nima savol beryaptilar. Assalomu alaykum buvijon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Barcha o'tirganlar xush kelibdilar. Men bultur shu noyabr oylarimida bir og'riq paydo bo'ldi. 1 yildan beri shu aziyat chekyotgandim. Shu yil tag'in o'sha noyabr oxirlarida qon ketish bo'lib qoldi menda. Shuncha bolalarga bildirmayman desam ham bilib qolishib, meni shu больницаga olib kelishib, yotqazishib, operatsiyadan yaxshi chiqdim. Allohga shukr. Shu Saidjon beliga mingdan ming rahmat bildiraman. Rahmat. Dunyo turguncha butun doktorlarimizga sog' bo'lsin, charchashmasin. Shunaqa bizlarga malham bo'lishganiga mingdan ming rahmat deyman. Sizga ham rahmat. Sog' bo'lib, bola chaqasini orzu havosini ko'rib yurishlikni nasib aylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Hali ham bular nazoratidaman. Butun bolajonlarim charchamanglar kasbinglardan. Alloh sizlarga shu kasbni munosib ko'ribdi. El xizmatidan charchamanglar. Rahmat, hamma doktorlarimizga rahmat deyman. Rahmat buvijon, kattakon. O'zimni buvimni ko'rgandek bo'ldim. Duogo'y bo'lishadi bu yoshda buvijonlarimiz, umrlari uzoq bo'lsin. Albatta bu reklamaga o'xshab qolmasligi uchun bu yerda bizani asosiy maqsadimiz xalqimizga shu kasallik to'g'risida yetkazish. Bizani haqiqatdan ham bizga bo'lgan topshiriq ham shundan iborat. Shu ko'rsatuvdan bo'lgan. Ya'ni bu yerda bu kasallar maqtash uchun emas, bular faqatgina bir namuna sifatida va kasallikdan ya'ni davosi bor. G'olib qozongan kasallik to'g'risida biz olib chiqqanmiz va mana o'zlarini gaplariga qaraydigan bo'lsangiz, ko'pchilikda bu qanaqadir belgi bermagan. Biz nima uchun butun xalqimizga murojaat qilyapmizda? Bu kasallik shunchalik hozir ko'payib bormoqdaki, saraton kasalligi. Buni 21-asr vabosi deb ham atasak yolg'on bo'lmaydi. Mana 2050-yilga mana o'sha yaqinda olimlar ham kelishdi. O'sha Dana-Farber Garvard universitetidan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan va ularning prognoziga qaraganda 2050-yilga borib planetamizda xavfli va xavfsiz o'smalarni umumiy qolib oladigan bo'lsak, o'sma bilan kasallanish bo'lish xavfi 4 martaga ko'payadi. 4 marta degani juda ham sari bu ko'payib boradi. Davo choralari-chi? Va o'shanga mana albatta bu narsani ham biz ta'kidlab o'tishimiz juda ham lozim. Prezidentimizning tashabbuslari bilan yaqinda bizda mana Toshkentda O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoda analogi bo'lmagan juda gigant katta bir onkologik markaz qurildi. Bu markazda men o'zim oldin ko'p mamlakatlarda onkologik klinikalarni ko'rish baxtiga sazovor bo'lganman va bu naqangi shifoxona O'zbekistonda bo'lishini biz tushimizga ham ko'rmaganmiz. Zamonaviy texnologiyalar va bu yerdagi jihozlar haqiqatdan ham O'rta Osiyo va Markaziy Osiyoda analoglari bo'lmagan desak ham yolg'on bo'lmaydi. Va albatta bizda shifokorlar demak, qo'shni davlatlardan ham kelishadi. Qo'shni davlatlardan bizda juda ham ko'p kasallar kelishadi. Va biza bilasizmi, bu narsani aytmoqchi bizaki, biz o'zimiz aqlimiz bilan yoki bir qo'limiz bilan unaqa katta mo'jizalarni yarata olmaymizda. Bizga albatta bunga katta bir podдержка kerak. Sizlarning izlanishlaringiz shu katta podдержка. Va bu podдержка albatta mana shu klinika ham shulardan bir misoli desak yolg'on bo'lmaydi. Davlatimiz ham haqiqatdan insonlar, ya'ni xalqining sog'ligiga juda katta e'tibor qaratyapti va bu bizni albatta quvontiradi, ammo bu texnika va texnologiyalarni o'rganish ham aslida juda mashaqqatli, oson emas. Bu jarayon qanday kechyapti hozirgi yosh shifokorlarda? Aynan shularni o'rganish, ularni qo'llash, to'g'ri qo'llash, ya'ni bu juda ham yaxshi bo'lmoqda va bu to'g'risida albatta o'zi biz ta'kidlab o'tganimizdek yurtboshimizning o'zlari bu narsaga mas'ul bo'lib bu narsani nazoratlarga olganlariga ham desak bo'ladi va chunki yoshlarga juda ham ko'p imkoniyatlar hozir yaratilmoqda.
va biza mana hozir aytganimdek mana oldinlari mana Yaponiyada, Shimoliy Yujniy Koreya, ya'ni Havas bilan Janubiy qarardik Koreyada, mana Rossiya, Moskva mamlakatlarida, Yevropada biza ko'rgan o'sha narsalar qachonki bizda bo'lar ekan deb yurardik. Mana bizda o'sha kunlar keldi va albatta oldin bizani bemorlarimiz va bizani xalqimiz shu kasallikka xasta bo'lganlar ko'pchiligi chet elga, Turkiya, misol uchun Izrael va ko'p mamlakatlarga majbur bo'lardi. Bu endi ehtiyoj qolmadi. Albatta, avvalambor hech kim xasta bo'lmasin, hech kim kasallanmasin, ammo bizda ham shunday imkoniyatlar yaratilgani bu albatta juda yaxshi. Bizda yana studiyamizda mehmonlar bor. Qisqacha ulardan ham eshitsak, tarix, aynan kasallik tarixini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalarga. Avvalambor men 3-4 oy oldin o'zimda ozgina o'zgarishni sezdim. O'zgarish shundan iborat bo'ldiki, to'g'ri ichakda ozgina qon paydo bo'ladi va xuddi lezba bilan kesgandek og'riq bo'ladi. Bu og'riq unaqa juda kuchli emas, odamni unaqa bezovta qilmaydi, qon ham unaqa ko'p emas. E'tiborni o'ziga tortadigan darajada emas. Xuddi ich qotish kabi bo'ladi, ich qotgandek. Shu bilan shuni orasida 3 oylar o'tdi. Ozgina befarq bo'ldim va yana patolog Aziz Oybekovich degan shu nimani topib shifokorni shunga murojaat qildim. Bu patolog men bilan ozgina suhbat qilib, qanday belgilar bo'layotganini so'radi va men bu Aziz Oybekovichga lezba bilan kesilganday bo'layotgani, kun ara ozgina bir qon paydo bo'layotgani aniq tushuntirdim va bu Azizbek meni tezda ko'rikdan o'tishimni aytdilar. Shu kunning o'zida Alisher aka degan shifokorga yubordilar. Shu kunning o'zida tezda ichak ko'rigidan o'tdim va meni ular analiz chiqqandan keyin to'g'ridan to'g'ri onkolog больницasiga borishni va aytdilar. Men bu yerga kelib, mana shu Luqmonov Said Nodirovichga murojaat qildim va bu kishini qolgan analizlarni tezda topshirishimni tushuntirdilar. Shu kunning o'zida o'g'lim bilan birga shu analizlarni hammasini topshirdik. Analizlarni topshirganimizdan keyin mana shu Said Nodirovich bu analizlarni hammasini ko'rib chiqib, juda vaqtida kelibsiz. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Xudo xolasa 90% tuzalib ketasiz. Ertaga operatsiyaga tayyorgarlik ko'ring, ertalab keling dedi. Ertalab keldim, hamshiralar meni operatsiyaga tayyorlashdi va o'sha kunning o'zida kechqurun soat 5:30da mana shu Said Nodirovich meni operatsiya qildilar. Operatsiya qachon bo'ldi? Operatsiya 27-yanvar kuni. Demak, yaqinda bo'lgan. Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Men o'zimni juda yaxshi his qilaman. Hech qanday og'riqlar yo'q. Yani ozgina bor hali. Unaqa sezilarli darajada emas. Hamma joyim yaxshi. Ko'rmaganday bo'lib ketadi. Albatta, men mana shunday o'zimizda ilmli, malakali, tajribali shifokorlar boridan juda mamnun va bularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Biz ham siz uchun juda ham xursandmiz, Doda. Umringiz uzoq bo'lsin. Bularga ham qo'shimcha qilib ketaman, agar ruxsat bersanglar. Bular haqiqatdan ham juda ham erta davrda kelganlar. Biz o'sha onkologiyada aytamiz, erta davrda aniqlangan saraton kasalligi 90% holatlarda jahon ma'lumotlariga qaraganda tuzalib ketadi. O'sha biz har doim mana hozirgi kunlarda nima uchun bizaga ko'p mana vazirlikdan ham, Sog'liqni saqlash vazirligidan ham ko'p joydan shunaqangi bo'lyaptiki, faqat jahon protokollariga, ya'ni zamonaviy protokollarga asoslanib davo taktikalarini qilinglar deb. Va zamonaviy protokollarga asoslanadigan bo'lsak, agar bizda bu erta davrda bo'ladigan saraton kasalligini biz birinchi etapda operativ davo qiladigan bo'lsak, 90% holatlarda kasallik tuzalib ketadi. Biz nima uchun har doim bu narsaga urg'u berib kelyapmiz? Kolonoskopiya, skrining va erta davrda aniqlanish. Kasal bo'lish shart emas, kasallik bo'lishini kutish kerak emas. Albatta 50 yoshga kirgan har bir fuqaro o'zini ma'lum bo'lgan tekshiruvlardan o'tishi kerak. Endi buni Anvar akam yana gap o'zlari ta'kidlab o'tadilar. Bular ko'proq shu soha bo'yicha gap o'tadi. Bu mavzuda hali Anvar aka bilan gaplashamiz. Hozir so'nggi mehmonimiz bilan ham suhbatlashsak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mikrofonni olib olsangiz va Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaqinroq ushlayvering.
bu kasallikni hammasini asosini gapirib berishdi bular. Menda ham shunaqa dekabr oyida bo'lgan. Keyin murojaat qildik Shkovskiy tarafdagi больницаga. O'tdi o'sha naqalar bor ekan, spesialist deymiz. Shular bor ekan, aniqlashdi, boshlang'ichini yara borligini aytishdi va shu yangi ochilgan Tashmini yonida ochilgan больницаga yuborishdi. O'tga borganimizda shu Said Nodirovich degan jarrohimizga uchrashdi. Ular menga tushuntirdilar. Ko'rovdan o'ting dedilar. Ko'rovdan o'tgandan keyin aytdilarki, haqiqatda sizniki ham vaqtida kelibsiz. Biz ham tasodifan bo'ldi. Shu hojat kirganimizda yaxshi chiqmagandan, ketma-ket bo'lgandan keyin murojaat qildi. O'g'lim bilan borib o'sha yerga bu yoqqa borib bo'ldi. Shu aniqlangandan keyin to'g'risini aytganda tabriklayman sizni dedilar. To'g'risini aytamiz. Nega siz vaqtida kelibsiz? Demak, bu yerdagi mehmonlar, studiyamizdagi mehmonlar barchaligi, ya'ni vaqtida kelishgan, o'z vaqtida murojaat qilishgan. Yana qaytarib bo'lmaydi, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Qayta aytaman yana. Yoki shunday bular vaqtida qaysi ma'noda demoqchimiz? Bularda hech qaysida 4-daraja emas kasallik. Bu kasallikda kechikishmagan. G'olib qozongan kasal insonlar sifatida bularga qarasak ham to'g'ri bo'ladi. Bundan ham oldinroq vaqtda kelsak bo'ladi, chunki bizning asosiy maqsadimiz xalqimizga yetkazish. Shu kasallikni qon ketib, bosqichida murojaat qiling. Qon ketib kutish shart emas. Albatta, kolonoskopiyadan o'tib turishni biz shunga propaganda, ya'ni shunga bizni targ'ib qilmoqchimiz. Endi Anvar akaga murojaat qilsak, batafsil shu xastalik haqida. Ahamiyat beryapsizlar. Asosan bu kasallik 50 yoshdan yuqorida uchraydi. Masalan, ko'rib turibsiz, mehmonlarimiz hammasi yoshi ulug' mehmonlar. Shuning uchun mana davlat dasturi asosida ko'krak bezi saratoni 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarda, bachadon bo'yini 55 yoshdan 35 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollarda butun O'zbekiston aholisini qamrab olgan holda o'tkazilyapti. Bu kasallikda yo'g'on-ichakda hali davlat dasturiga kirgizilmaganligi uchun tavsiyamiz bemorlarga 50 yoshdan oshganlarga 1 yilda bir marta o'zini o'sha oshqozonni agar bezovta bo'lsa zond yutish hamda to'g'ri ichakda kolonoskopiya tekshiruvi. Undan tashqari xavf guruhiga kiradigan bemorlar bo'ladi. Ya'ni bu oilasida o'sha polipoz kasalliklari bor yoki o'sha ichak kasalligi bilan onkologiyada nazoratda bo'lgan bemorlar, bular doimiy ravishda 6 oy 1 yil davomida ular doimiy ravishda o'sha endoskopik tekshiruvdan o'tish tavsiya qilinadi ularga. Asosiy tavsiyamiz shu 50 yoshdan oshgan butun bizni tomosha qilayotgan bemorlarga tekshiruvdan o'tib yurish. Nafaqat bemorlarga, balki teletomoshabinlarga sog'lom bo'lish uchun kasallikni oldini olish eng yaxshi davo hisoblanadi. Aziz teletomoshabinlar, ko'rib turibsizki, yana va yana qayta ta'kidlashyaptiki, ya'ni 50 yoshdan o'tdingizmi, demak, siz albatta profilaktik tekshiruvlarga e'tiborliroq bo'lishingiz kerak. Sizlarga esa katta rahmat deymiz. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun umringiz uzoq bo'lsin. Boshqa hech qachon xasta bo'lmang. Bizda esa qisqa tanaffus, birozdan so'ng studiyaga qaytamiz. Shifokor qizlar, jamiyat sizni kutmoqda. Hurmatli bo'lajak shifokor qizlar, jamiyatimiz uchun juda muhim bir haqiqatni ochiq aytish vaqti keldi. Ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor. Agar shifokor ayol bo'lsa, albatta ginekolog bo'lishi kerak. Aslida esa tibbiyotda ayollar uchun mos va ayni paytda jamiyatda o'ta zarur bo'lgan mutaxassisliklar juda ko'p. Masalan, xalq orasida bavosil, gemoroy juda keng tarqalgan. Bu kasallik faqat erkaklarda emas, ayollar orasida ham juda ko'p uchraydi. Ayollar va qizlar ayol proktolog topolmay qiynalmoqda. Hayot sababli ular erkak shifokorga murojaat qilishdan tortinadi. Natijada kasallik o'z vaqtida aniqlanmaydi va bemorning azob uqubati yanada kuchayadi. Bugun erkak proktologlar nisbatan yetarli, ammo ayol proktologlar juda kam. Shu sababli jamiyatimizda ayollar uchun ayol shifokorlar, ayniqsa ayol proktologlar nihoyatda zarur.
Hurmatli bo'lajak shifokor qizlar, mutaxassislikni tanlash bu shunchaki kasb emas, balki katta mas'uliyatdir. Ayollar va qizlar uchun nafaqat ginekologiya, balki jamiyat eng ko'p muhtoj bo'lgan inson sog'ligi va hayotini saqlab qolishga xizmat qiladigan boshqa tibbiy yo'nalishlar ham muhimdir. Dasturimiz davom etadi azizlar va sizlardan kelgan savollar bor. Ularni ham tezgina o'qib berishga harakat qilaman. Gemoroy kasalligini operatsiyasiz davolasa bo'ladimi? Davo choralarini aytsangiz debdilar. Endi bu bo'yicha mana Abbos akamdan so'rasak, ruxsat bersangiz. Assalomu alaykum. Gemoroy kasalligida albatta shifokorga vaqtda uchrashish bu juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni kasallikning birinchi boshlang'ich darajalarida aynan o'sha mutaxassisga, proktolog mutaxassisga uchrashish kerak bo'ladi. Agarda bunda bemorda boshlang'ich darajalarda o'sha qon ketishning birinchi belgilari hamda hojat vaqtida gemoroy tugularining chiqib qolishining boshlang'ich darajalari kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni gemoroyning 4 ta darajasi fanda 4 ta darajasi ma'lum bo'lib, birinchi, ikkinchi darajali, yengil daraja, birinchi, ikkinchi darajali gemoroy bosqichlarida mutaxassisga murojaat qilganda, bunda albatta buni operatsiyasiz davolash, konservativ, ya'ni lecheniya bilan, svecha mazlar bilan davolash imkoniyati mavjud albatta. Demak, bu vaziyatda ham vaqtida murojaat qilmasa saratonga aylanib ketishi mumkinmi? Yo'q, gemoroy kasalligi saraton kasalligi aniq saraton kasalligi o'tmaydi. Bu gemoroy kasallik alohida kasallik hisoblanadi. Bu saratonga bog'liq emas. Bog'liq emas. Rahmat javob uchun. Keyingi savol, yo'g'on ichak saratoni kasalligi yosh bolalarda ham uchraydimi? Uchraydi, afsuski. Bilasizmi, mana 20 yil oldin misol uchun bu kasallik bilan og'riganlar mana ota-onamni yoshidagi insonlar bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda kelib bu yosh bilan shunchalik yosharyaptiki, mani o'zimni o'sha rovesnikim deydi, ya'ni bizani tengdoshimdan ham yoshroq odamlarda bu kasallik juda ham ko'payib bormoqda. Buni sabablari juda ham ko'p. Bilasizmi, mana men oxirgi vaqtda bitta maqola o'qib qoldim. Shu maqolada shu narsani ta'kidlab o'tishganki, asosiy bir sabablardan yana biri mana biz oxirgi vaqtlarda mana Sog'liqni saqlash vazirligida mana shu antibiotiklarni retseptsiz berish masalasi bo'yicha mavzu ko'tarildi. Va shu antibiotiklarni neratsional, ya'ni noratsional ishlatish nimalarga olib kelishi, shunchalik o'zboshimchalik olib kelishi juda ham ko'p asoratlarga olib kelishini biz hammamiz bilamiz. Shunday narsa ma'lum bo'ldiki, yoshlarda ayniqsa 14, 15 va 16 yoshga kirgan mana shu o'smirlarda antibiotiklarni neratsional, ya'ni noratsional ishlatish natijasida birinchi o'rinda immunitet tushadi insonda. Yo'q, bizni ichagimizda bilasizmi, ikki xil bakteriyalar yashaydi yo'g'on ichagimizda. Bittasi foydali, ikkinchisi foydasiz. Va bular har doim bir muvozanatda bo'lib yashashadi. Bo'lib turishi kerak. Bir xil bakteriyalar shunchalik bizga kerakki, ma'lum bo'lgan bir elementlarni organizmimizga so'rilishiga yordam beradi. Misol tariqasida K vitamini ma'lum bir bakteriyalar yordamida organizmimizga so'riladi. Va biz antibiotiklarni noratsional ishlatishimiz natijasida bu bakteriyalarni balansi buziladi. Va bu balans buzilgani sababida bu yomon bakteriyalar shilliq qavatini zararlab, undagi paydo bo'ladigan poliplar, yallig'lanish kasalliklarini olib keladi. Va bu mana yaqinda o'sha maqolada ham shu narsani ta'kidlab, isbotlab chiqishdi bu narsani. Tushunarli. Demak, bugungi kunda aynan antibiotiklarni retseptlarsiz o'sha savdo sotig'i to'xtatilgani, ya'ni faqat retseptlar asosida sotilayotgani bu juda to'g'ri bo'ldi. Demak, azizlar, bizda hozircha qisqa tanaffus, birozdan so'ng aynan taomlanish haqida sizlar bilan suhbatlashamiz.
Salomatlik to'g'ri ovqatlanishdan boshlanadi deb biz har ko'rsatuvimizda albatta aytamiz, eslatib o'tamiz va bugun ham shu mavzuga to'xtalamiz. To'g'rimi, Saidrahim aka? Uzr. Aytingchi, aynan bu xastalikda taomlanish, to'g'ri taomlanish qanday ko'rinishda bo'ladi? To'g'ri taomlanish birinchi navbatda mana kolorektal saratonni biz bugun ko'p gapirdik. Endi umumiy qilib gapirsak hozir vaqtimiz ham kam qoldi. Bilasizmi, to'g'ri taomlanishda kolorektal saratoniga eng yana aniqlangan faktorlardan bittasi bu qizil go'sht. Qizil go'shtni haddan ortiq iste'mol qilish ham kolorektal saratonini olib keluvchi bir omillardan biri hisoblanadi desak muammolar bo'lmaydi. Albatta foydali mahsulotlar to'g'risida ruxsat bersalar Anvar akamdan eshitsak. Kolorektal saratondan tashqari, ya'ni barcha onkologik kasalliklarda tavsiya etiladi, ya'ni meva, sabzavotlarni yeyish, undan tashqari gazli ichimliklar, har xil rangli ichimliklarni kam iste'mol qilish, me'yordan ortiqcha iste'mol qilmaslik. Demak, me'yorda iste'mol qilsa bo'ladi. Me'yorda kam, juda kam, chunki ichma deb to'liq taqiq qo'ya olmaymiz. Kam iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Sog'lom turmush tarzi, nafaqat onkologik kasalliklar, ya'ni barcha kasalliklarga ham eng yaxshi narsa shu sabzavot, meva, tabiiy narsalarni tavsiya qila olamiz bemalol. Tushunarli. O'tgan ko'rsatuvda bir mavzuni ko'targandik. Ba'zi xastaliklarda aynan mevalarni o'zini iste'mol qilish foydaliroq deyishdi. Uni o'sha sharbatiga qaraganda, sharbati hattoki bir xil vaziyatlarda zarar keltirishi ham mumkin deyishdi. Bu vaziyatda qanday? Tabiiy narsa, mana endi sharbatiga yana nimadir ta'm beradigan narsalar qo'shilishi mumkin. Shuning uchun samarasi isbotlangan, necha yildan beri nojo'ya ta'sirlar yo'q, isbotdan o'tgan narsa, shuning uchun bemalol yesa bo'ladi bularni. Demak, menimcha ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi teletomoshabinlarimizga, to'g'rimi? Marhamat, joyingizni egallasangiz bo'ladi va biz endi polipozlar haqida gaplashamiz. Ya'ni poliplar, ular haqida ma'lumotni bizga kim beradi, Saidrahim aka? Adham aka ruxsat bersalar, Adham akam polipozlar va umumiy poliplar va polipozlar to'g'risida gapirib beriladi. Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda polip nima degan savolga javob berishimiz kerak. Polip bu yo'g'on ichak poliplari, yo'g'on ichak shilliq qavatdan o'sib chiqqan xavfsiz hosila hisoblanadi. Agar soni bir nechtagacha, ya'ni 2 ta, 3 ta, oldingina 5 tagacha bo'lsa, buni polip deb aytishimiz mumkin. Agar ular soni 20 tadan oshiq bo'ladigan bo'lsa yoki undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu polipoz kasalligi deb ataladi. Bu polipozlarda poliplar va polipozlar davo turlari joylashuviga qarab, ularning kelib chiqishiga qarab va ularni fan tilida aytganda gistologik turiga qarab farqlanadi bir-biridan. Endi yo'g'on ichak poliplarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablarga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu nasliy omillar, ya'ni genetik omillar. Bilamiz, har bir insonda poliplar uchrashi, uchramasligini biz oldindan bila olmaymiz. Saidrahim Nodirovich aytgandek, buni faqat ma'lum vaqt davomida profilaktik ko'riklarda aniqlashimiz mumkin. Ikkinchi omilimiz bu doimiy qabziyat, ya'ni ich qotishi. Bemorlar doimiy ich qotishi bo'lgan bemorlarda poliplar borligiga shubha qilishimiz mumkin, lekin bu ham aynan shu kasallikka olib keladigan to'g'ridan to'g'ri sabab bo'ladigan omil deb qaror olmaymiz, lekin bu omilni ham o'tkazib yubormasligimiz kerak. Undan keyingi omilimiz bu yo'g'on ichakda yallig'lanish kasalliklari. Yana bir boshqarib bo'ladigan omillardan biri bu to'g'ri ovqatlanish. Hozir ko'rsatib o'tdik. Iloji boricha kletchatkaga boy ovqatlar, sabzavotlarni, salatlarni ko'proq iste'mol qilish bu yo'g'on ichak poliplari va polipozlar kelib chiqarishini nisbatan kamaytirishi mumkin. Va biz yana bir boshqarib ololmaydigan omillarimizdan biri bu yosh, ya'ni yuqorida aytib o'tdik, 45-50 yoshdan keyin o'tgandan keyin bu kasalliklarda uchrash chastotasi, ya'ni miqdori nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Bunday simptomlar va belgilar kuzatiladigan bemorlarni biz xavf guruhiga kiritishimiz mumkin. Aynan polip yoki polipozlar bo'lishi mumkin degan shubhaga borishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Rahmat ma'lumotlar uchun. Biroz avval aynan aytdingizki, qizil go'shtlar aynan zararli deb, to'g'rimi? Demak, biz lekin go'shtsevar xalqmiz. Ularni o'rniga oq go'shtlar, masalan, baliq yoki tovuq go'shtini iste'mol qilsa, qanchalik to'g'ri bo'ladi yoki ular ham me'yordami? Qizil go'sht mahsulotlari bu hozir aytganimizdek, bu ham to'g'ridan to'g'ri olib keladigan sabab emas, lekin statistik ma'lumotlarga ko'ra katta miqdordagi qizil go'sht iste'mol qiladiganlarda
Bu mahsulotni nisbatan kam iste'mol qiladiganlarga nisbatan ko'proq miqdorda polipoz va rak kasalliklari ko'proq uchragan. Biza xalqimizga tavsiya qilamiz, iloji boricha tovuq go'shti, baliq go'shti, undan keyin hozir aytib o'tganimizdek tabiiy mahsulotlar bilan birgalikda iste'mol qilish bu kasalliklarga uchrash chastotasini va xavfini ancha kamaytiradi. Biz bir teletomoshabinimiz so'rayaptilar, MSKT tekshiruvida aynan polip xastaligi aniqlanishi mumkinmi yoki yo'qmi, ko'rinadimi, yo'qmi? Xo'p. MSKT tekshiruvida albatta biz ham har bir bemorga bu tekshiruvlarni o'tkazamiz. Lekin polipoz va polip kasalliklarini aniqlash uchun butun dunyoda bu oltin standart, bu kolonoskopiya tekshiruv hisoblanadi. Kolonoskopiya tekshiruv nima? Kolonoskopiya tekshiruv orqa peshobdan maxsus apparat yordamida, ya'ni elastik apparat yordamida kamera bilan kirib, butun yo'g'on ichakni ichki qavatlarini ko'rib, ularga baho berib chiqish, ya'ni nima bor u yerda? Polip bormi, yo'qmi? Agar если polip bo'lsa, agarda polipni o'lchami qanaqa? Uni o'sish tipi qanaqa? Qonashi bormi? O'lchamlari kattalashganmi, yo'qmi? Har bir xususiyatiga baho berib chiqiladi. MSKT tekshiruvida ham poliplar aniqlanishi mumkin. Agar ularning o'lchamlari nisbatan katta bo'ladigan bo'lsa, MSKT tekshiruvida ham poliplar aniqlanishi mumkin. Rahmat. Saydrahim aka, aytingchi, aynan darhollik bilan bu xastalikni bartaraf etish mumkinmi? Ya'ni darhol olib tashlasa bo'ladimi polipni? Yo'q, polipni albatta kolonoskopiya tekshiruvini mana biz hozir targ'ib qilyapmiz. Kolonoskopiya qilgan vaqtni o'zida kasal bir xil vaqtda uyquda bo'ladi yoki uyqusiz ham bo'lishi mumkin bu tekshiruv vaqtida va kolonoskopiya vaqtida shu polipni olib tashlashsa bo'ladi bemalol. Demak, buni xavfi yo'q. Xavfi yo'q. Aha, tushunarli. Va so'nggi savolim aynan kimyoterapiya, ya'ni kimyoterapiya haqida bo'ladi. Buni ham qisqacha bizga shu haqida ma'lumot bersangiz, kimlarga tavsiya qilinadi, kimlarga esa yo'q? Biroz bu mavzu juda ham katta mavzu. Katta mavzu. Yog'on ichak saratonini davolashda hozirgi kunda bizda eng arsenalimizda, ya'ni biz shu dushman bilan kurashishimizda bo'lgan kurashuv usullarimiz bor. Bular xirurgiya, jarrohlik, kimyoterapiya, nur terapiya, targetli terapiya va immunoterapiya va oxirgi vaqtlarda mana ablyasiya deymiz, hemoembolizatsiya shu yo'llar ham kirib kelmoqda. Va har bir o'zi usulni o'zini ko'rsatmasi va o'zini yo'li bor. Demak, bu mavzu juda katta mavzu va buni keyingi ko'rsatuvlarga olib qo'yamiz. Sizlarga esa katta rahmat deymiz. Vaqtingizni ayamasdan, bilamiz juda ham bandsiz, lekin shunga qaramasdan ko'rsatuvimizga kelib, bizga kerakli, nafaqat bizga, menga, teletomoshabinlarga kerakli ma'lumotlarni berganingiz uchun sizga katta rahmat deymiz. Barchangizga omad tilaymiz. Aziz teletomoshabinlar, bu xasta bo'lmang ko'rsatuvi edi va keyingi dasturlarda yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, asosiysi hech qachon xasta bo'lmang.